Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Dağ namlıq tarixi romanının davamını anlatımız. Bir düşman yurtlarga yopurulup kelib etibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishdanlar bir umr dağda qolasizlar. Faqir Xotam diyarining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz hokim begdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisas kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yo'lchi bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylaridek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim otqini nemisi u kuffarlarni. Ömrü vayat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Rast. Bu dardga, bu alamga chidamoq haqiqatan tas keldi. Bu meningmi? Sizlarningmi dardinglar? Shundoq. Puhroning ko'z yoshi bilan bitgan dard alam. Kepak darvish yig'lab yetayli deb qoldi. Shu tap uning ko'z oldida tunugin sho'rboqda ko'rgan echinishli ko'rinishlar bir-birlab zohir bo'lmoqda edi. Tunugin ular al-yotqu mezgilida sho'rboqqa yetib keldida kent chetidagi bir dehqonning uyiga kirdi. Oy Muhammad Shirim tuqqanim deb tunishtirgan bu uydagilar amaliyotda uning tuqqani emas edi. Qovul usta bu uydagilarning cho'ng qizini o'ziga loyiq ko'rib yurganligi Oy Muhammadga ayon bo'lg'achqa va kepak darvishning kelmay qilishidan ansirgachga u shundoq deb qo'ygan edi. Ular eshikdan kiribla qo'yuq istitak orasida mukchiyib o'ltirgan bir ayolni ko'rdi. Nechqat yamoq tushgan mata ko'ngli kiyib olgan. Uruqlab bir teri, bir ustixon bo'lib qolgan bu ayol Oy Muhammadni ko'ribla o'zini tutolmay esadashga boshladi. U o'choqqa hadab paxol tiqiyotdi. Qozonda nimadir qaynayotdi. Ko'zlari yosh yo'qi, qo'rsaqlari nog'irda ko'pib chiqqan. Putlari ketman sepidek inchga, ham qosmoq besib ketgan uch bola kirlishib ketgan barmoqlarini sho'rg'inicha puruqlab turgan qozonga talmirib turishatdi. Kirib kelgan notunish odamlardanmi parvoyi palak edi. Ma'lum bo'lishicha qozonga qarab sho'lgaylarni eqitib turishgan bu uch narasida chiroyi yeshidan cho'ng ko'rinadigan, kasaldan o'ri bo'lolmaydigan bu tul ayolning bolalari ekan. Aslida bu hol kuni yomon emas o'tadigan dehqon oilasi bo'lib, keyincha bar yo'qi bir mu terilg'usidan chiqadigan ozg'ini hosil bilan 7 jonliq cho'ng uyning turmushini qamday olmay qopdi. Shuning bilan bu ayolning eri va cho'ng o'g'li shaharga kirib madikorchilik qilishga majbur bo'pti va tomso'qish, o'tin yerish orqali kirgan pul bilan jinini jon etib yuribdi. Uyni uy qilib turgan bu ota bola yiliqi qatli omda avval qiziqsinibdi. Oxir jangga oralashib qopdi. Qilich tekkan dadisini ot oyog'idan tortib chiqarman deb o'g'lig'imi o'q tegibdi. O'lganlar o'libdi, tirik qolganlar yig'lab qoqishibdi. Biroq hayot musofasini davom qilayotgan bu beshjon atiyaz kirar-kirmayla ocharchilikning tahdidiga duch keldi. Eni singillarining echinishli holini ko'rgan cho'ng qizi o'lim girdobiga kelib qolgan qarindoshlarini qutuldirish uchun tishini tishiga tishlab bir kishiga yotliq bo'pti. Ammo otisi akilib bergan ozg'ini qo'noq har qancha tejigan bilanmi 4 jonliq bu uyga bir oygachilikmi paylamabdi. Tilamchilik qilay desa g'ururi ko'tarmabdi. Qazo qilganlarning ruhi qo'rinib qolmasin debdi. Ko'k chiqqanda ko'k yeb, ujmi pishqanda ujmi yeb kunini kun etibdi. Shundaqdimi, xelidan beri oshnon qorisini ko'rmagan bechora bolalar har kuni kechda ona non deb yig'lab uxlag'ili unamaydi ekan.
farzandlarining echinishliq nolisiga chidab turolmagan ona oxir bir chora o'ylab tepibdi-da, qozonga bir qancha tol tosh selib qoyintishga boshlabdi. Qozonda chamg'ur pishyotidi deb umidlangan sabiylar lavlarini yolishib qozonga talmuradi ekan. Chamg'ur yanada pishmaydi ekan. Qora verib uyqusi kelgan bolalar o'ltirgan yerida uxlab qoladi ekan. Kepak darvishning kishining ichini siyirib yetadigan hikoyasi oxirlashganda bir qancha darvish mishildab ko'z yeshi qilyotdi. Ba'zilari o'pkidashga boshlagan edi. Hikoyam tehi tugimidi og'inilar. Og'riqjon onasini, ochliq azobida jon talashayotgan qarindoshlarini kunning seriqini ko'rsin deb boshqalarning talabiga kunib to'y qilgan hiliqi qizning kim ekanligini sizlar jazman bilmaysizlar. U aslida men tunuydigan nihoyatda bir obdan yigitning tehi yuz ko'rishmagan loyiqi edi. U qiz irodasiga xilof bu o'yini o'zi tegishni xohlaydigan u yigitga bildirishga petinlanmagan. Oxir to'yliqi uchun to'lindigan 4 chorak qo'noq uyga kirishi bilanla vijdon azobiga chidamay to'y oqshimini eslab o'lmoqchi bo'lgan. Demisi shundoq. Bundoq dardga har qanday odamning chidamaqi tas. Biroq bundoq baxtsizlik hozir hamma puhroning beshiga kelyotidi. Peqir tunagan xon eriqda bir uydan 3 jinoza chiqqanini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Anlasam, ularni ochliqdan o'lib ketibdi. Dedi, boyadan beri qush so'rayotgan o'kizdek pushuldab o'ltirgan egiz bo'y darvish kulahini mijiqlab turib. Hey, nim bo'p ketdi bu jahon. Xo'jamning qursiqi to'q, qo'li bilan kori yo'q degan shu-da. O'rdadagi bay xo'jamlarning puhralar bilan aslo kori yo'q. Mushundaq chaqda puhraning beshini silamagan bagni qandoqmi odam degili bo'ladi. O'zining it mushiklari sisiq kekirib yursa yurdiki, oling nechuk deb so'rabmi qo'ymaydi. To'xtab turinglar. O'ri turib olgan uzun soqolliq darvish qo'llarini pulanglatib ulpatlarini jimiladi. Anlasam, hoji podshohdan qolgan 2 cho'ng ombar texchi ichilmabdi-dak. Uningda liq-muliq ochliq bor deydi. Chashqonlarni samirib, chiqqan kamirlarga kirolmas bo'lib qoptimish. Qaysi ombar u? Yangi kelgan darvishlardan bir nechasi tangli so'radi. O'rda bilan tam tutash yilqi omborni deyman. U omborning ochliqi xo'talliklar yetib yesimu 1 yilga yetadi-ku. 1 yil emas, 3 oy yetgudak ochliq bo'lsaydi, puhrolar ko'zga olishib oladi-da. Hoji podshoh bu ochliqni qahatchilik yillari asqatib qolar deb yig'ib qo'ygan. Qahatchilik degan bo'lar, buningdan ortiq bo'lmas. Ochliq omborda sesib yotsa, puhro ochliqdan o'lib olsa, qandoq degan gap bu? Tutuq osmondagi yulduzdek pilildab turgan qora chiroq yo'riqida darvishlarning surbosgan chiroylari g'ilpal ko'rinib turadi. Kayfi ushqan darvishlar xomanga tushgan qushqochlardek javildishadi. Ibodat bilan turmush bo'sog'isi orasida paypaslab yuradigan bu mo'ysibit darvishlar al-g'imini yemakda edi. Ko'z oldidagi shafqatsiz reallikqa jang e'lon qilgan chog'larida ular mushundoq beorom bo'lishadi. Xotin talaffuzida so'zlaydigan qiyri darvish chechak bog'lab ketgan chiroq pelikini cho'kidek uzun barmoqlari bilan yenik chekib qo'ydi-da, xirqirab so'zladi. Qarindoshlar, biz Allohga eng yaqin bir toifa. Bir Alloh va uning payg'ambaridan o'zga hech kimdan qo'rqmaymiz. Hech kimga berishimiz va hech kimdan ilishimizmi yo'q. Jon ber, qo'vrig'i 18 deb tikan. Tavakkul deb hokimbagning oldiga berib, uni insofga dalolat qilili. Qahatchilik jonga taqashgan mushundoq chog'da ochmagan omborni u qachon ochidi? Hokimbagmi 3 vaqt g'izo yemasa, o'ri tura olmaydi. Oldimga kapsan deb pang'ida etivatmas. Durust, ular holatga yetgan puhro uchun oz-to'la lillo gap qilib qo'ydigan vaqt keldi. Hokimbagning qaynayotgan toshga qarab talmirayotgan narsida vallahi ichi og'irsin. Hokimbag, alhamdulillah musulmon bo'lgandan keyin musulmon bandilarning holiga yetsimi yetar. Yuringlar, amsi mangdoq. Darvishlar gurrida o'rnidan turishdi. Sapoyilarini, janda quloqlarini taxlab ishga qarab mengishdi.
Ularning bu qiyofati xuddi haj uchun Baytullohga qarab eqiyotgan odam kelguniga o'xshaydi. Ularning bu safariga bulutlarga bosh qo'ygan tog' cho'qqilari, kech kunduz qaynab turadigan sho'r daryoning do'lqinlari to'sqin bo'lolmaydi. Ular shu mengishida o'rda sepili, qo'vuqlar, saroy, haramxonalardan bemalol o'tib, Niyoz Hekimbek yonboshlab yotgan atlas ko'rpa ustida to'xtaydigandek edi. Bu hol Kepak darvishni nemishqidir cho'chitib qo'ydi. U ulpatlariga qarab, "To'xtanglar taqsirlar, ozroq to'xtab turinglar", dedi jiddiy talaffuzda. Kepak darvish aslida yuragini zardob qilayotgan dard alamini to'kib, ko'ngli ko'ksini bo'shatib olmoqchi. Mundaqcha aytganda, o'z ko'zi bilan ko'rgan echinishlik voqeani hikoya qilib berib, ham suhbatlarining hesdashligini qo'zg'amoqchi bo'lgan edi. Lekin ishning tavrab bu darajaga yetib berishini zodila o'ylamagan edi. Endi qanday qilish kerak? Bu iqinni o'zi ulg'aytmadimi? U darvishlarning yaxshi niyatini tamoman tushunadi. Hatto ularni o'rdiga o'zi boshlab berib, Niyoz Hekimbekni buhroni qahatchilikdan xalos qilishga yuzma-yuz turib dalolat qilishi. Hurt-hurt desa yoqasini siqib turib hisob elishi tamoman mumkin edi. Bu tufayli o'lib ketsimi, qiyri jiniga hargiz ich og'ritmaydi. Lekin u shunimi biladiki, hisob oladigan kun yetib kelguncha oldirab tuxumni toshga urg'ili bo'lmaydi. Yana kelib, ko'zlaridan 7 iqlimning shumliqi to'kilib turadigan Niyoz Hekimbekning 6 turtuk sargardon darvishning nasihatiga quloq selib, birdilla saxovatchi avliyoga aylanib ketishiga zodi ishonmaydi. Bir hiyla bilan bu munajjim darvishlarni osonla aldab ketishi, hatto tuzoqqa dastitishi mumkin edi. Kepak darvish bu qiyosini, yo'q, bu hukmini hamrohlarga qandoq bildirishi kerak? Bu so'g'zida devaylashib, olqonlarga tükürib turgan ulpatlarini qoyil qilish oson. Bir do'yu quruq o'tinga o't yoqib qo'yib, uningdan o'zini qochirsa, hamrohlar oldida uyat emasmi? Kepak darvishning taqdiridan tali chiqmagan bilan mushkulotdan qutulishda ajoyib epi bor edi. Aql idrok bilan to'shqon kollasini ishqa solsala, Xizr alayhissalom uningga eng abjil, eng unumli choralarni in'om qiladi. U darvishlarning ko'zichila to'nglik orqali osmon bo'shligiga qaradi. Osmonning bir burchagi son-sanoqsiz yulduzlar bilan to'lgan edi. U osmonga tikilgan peti eg'iz ochdi. "Ey ahmoqlar, qaranglar! Cho'lpon tugul, tig'i hükermi to'g'magan mundaq kechida Hokimbekni nadin topimiz, ha? Desam demisam, u shu tap uyqu bilan chilishib yotidi. Atimu Xudoning kuni bo'lgandan keyin o'zimizni besib olayli." Darvishlar osmon, yulduz degan narsalarning borligini amdila anglagandek bir xil iztirob bilan osmonga qarashdi va o'zlarining qandoqdir bir ishni xato qilib qo'yganini tushungandek paroqqada kulib etishdi. 13-bob Qashqardan kelgan ma'lumot. Temur Xazinchibekning Qashqariga Yoqubbekning oldiga avatilishi o'rdida tinch ko'lchakka tosh tashlagandek kichkina bir davolg'ush paydo qildi. Sharaflik elchilik fursatining o'ziga kelmaganidan o'lgidek xafa bo'lgan Amir lashkar Xolmon Possat qursoq ko'pikida zardugush bo'lib yurgan qozi lashkar Mullaji Turobning tuturuq yiqishi bilan "Meni kamsindirgan Niyoz Hekimbek bilan zakonlashiman" deb g'ovg'a ko'tardi-yu, obro'yini tushirib berishdan qo'rqib pastgo'yga tushdi. Ular xotanni fatih qilishda qilich sepini tutib boqmagan Niyoz Hekimbekning Hokimbek bo'lib qelishini Yoqubbekning savalligi, qon kechib jang qilgan farg'onaliklarni nazarga olmaganligi debla qaraydi. O'z oldiga tayinlangan bu xotanlik qozi raisning e'tiborlanib Yoqubbekning oldiga avatilishini bo'lsa, o'zlariga qilingan haqorat deb biladi. Ammo Temur Xazinchibek Niyoz Hekimbek topshirgan mushkul vazifani ko'ngildagidek bajo keltirib, shafqatchisiga bo'lgan sadoqatini bildirish ko'yida poypetak bo'lib yurganlikdan Niyoz Hekimbekka qir ko'rsatib, ish bilgan bu ishki mansabdorning xopichiligidan butunlay xabarsiz edi.
U Qashqarda 10 necha kun turib qilgan ishlaridan to'liq qanoat hosil qilgandan keyin qayta safariga otlandi. Zava bozorida oxirgi qitim ot almashtirib, Udul o'rniga qaytib keldi. U divanga oyoq besishig'ila nimalarnidir pichirlashqash chiqib kelayotgan Qalman Pansat va Mollaji Turab bilan udul uchrashib qoldi. Ular nemishqidir Temur Xazinchibekni ko'rmasga selib o'tib ketishdi. Xazinchibek balki ular aldash bolalikdan meni ko'rmagan bo'lsa kerak va yoki safarda qaridab chiroyim o'zgarib ketgandi deganlarni o'ylab o'ziga tasalli berdida Qobulxonaning eshigi oldiga kelib qolganini to'ymayla qoldi. Niyoz Sekinbekning xos Qobulxonasi 50 necha xonalik o'rdining o'tirsig'i joylashgan. Zohidlarning etikobxonasiga o'xshaydigan bu xonada derisimi, to'nglikmi qo'yilmaganlikdan kech-kunduz chiroq yiqiladi. Tala tuzga chiqishni ancha yoqtirib ketmaydigan Niyoz Sekinbek ko'p vaqtini oshu sirliq xos hujurda o'tkazadi. Mayli g'oliblik sharofatida yayrisin va mayli biror qiyin ishga duch kelsin, bu ayrim xonaga bekinib elib jimjit xiyol suratdi. Hukumatning amir ma'ruflarini jakarlash, bek sipohlar bilan kengash o'tkazish zarur tepilgandila divonga chiqqandan boshqa muhim mehmonlari, xorijiy elchilar va maxfiy odamlar bilan mushu Qobulxonada ko'rishadi. Eshikning ikki tarafida butta qetib turgan ikki mahram va o'rda dasturxonchisidan o'zga hech kim bu yerga ruxsatsiz kirolmaydi. Kirmoqchi bo'lganlar har qancha muhim kishi bo'lsa-mu, oldi bilan ma'lumotchi mahramga o'zini ma'lum qiladi. Hokimbek xolisa ijozat beradi, xolimasa saqlatib qo'yadi. Temur Xazinchibekning shapsini uning tonish yo'tal ovozidan tonib olgan Niyoz Sekinbek mahramning ma'lum qilishini kutmayla o'zligidan ijozat berdi. Ondan yotgan yerda tili qurtidek so'zilib yostiqqa yo'landi. Uning Xazinchibekning yo'liga qarab ko'zi tut bo'lganiga xeyli kunlar bo'lgan edi. Assalomu alaykum begim. Salomat turdilimikin? Muborak tanlar omonmikin? Xudoga shukr. Niyoz Sekinbek bilinar-bilinmas midirlab qo'ydi va beshini langshitib o'ltirishga ruxsat berdi. Xazinchibek uning uduliga kelib masjidda o'ltirgandek yukinib o'ltirdi. 2 haftalik safar mushkuloti yeshi 45 dan oshgan xomsimiz kelgan Temur Xazinchibekni xeyli judatgan edi. Chuchulidek qoradab, jigdi qo'ziqidek yerilib ketgan mangzidan shuruldab tar qo'yiladi. O'ltirishib ketgan ko'zlarining qorchuqi cho'risini shivoq besib ketgan sizmi ko'lchakning suyidek pildaydi. Barakimning yomon gapini qilmadimi? Yo'qsa begim, niyat iqbollariga seg'inib, karomatlariga qoyil ishkanligini aytdi. O bey janoblarining safqi qandaqroq ekan? Qaramoqqa 100 yil yashaydigandek turdi. Yashang'iniga qaramay, o'ltirib qo'pishlari chabdas, sadafdak tishlari orasidan to'kilgan so'z durdonlari shundoq iniq, ko'zlari qorchig'nikidek chaqnab turdi ekan. Niyoz Sekinbekning to'z qonidek echilishga boshlagan qo'shuvmisi xuddi kekri choyni olgandek qaytib turildi. Beshini choyqab qo'yib, piyolani qo'liga oldida choyni cho'ldan qaytgan o'tinchidek g'o'rtildirib ichivatdi va savol so'rashni davom qildi. O janobning yutalginini g'o'lim tilib, putim sirqiraydi. Ko'zim to'rlishib, beshim og'riydi degandek voysashtirni angladingmi? Anglamadim begim. U men bilan hamsuhbat bo'lganda xuddi quromiga yetgan yigitlardek tetik o'ltirdi. Necha osh pishim vaqt o'tgandan keyin qarasammi hech charchab qolgandek emas. Xo'sh, Muhammad Yunuschan Dadxohni chinordek bejirim turibdi desilar. Qashqar darvosidan kirganda eng avval nimalarni ko'rdilar? Og'ziga bir burda non yoki bir o'tlam sovuq suv olmagan Xazinchibek mo'ldirdek taraslab tushayotgan bu savollar oldida mangdab qoldi. U Niyoz Sekinbekning tomuz oqshimidagi tomuzqa ovozidek yaqinsiz to'yilayotgan bu savolini aniq anglayolmagandek qo'liqini qiqib qo'ydi va "Taqsir, nimani ko'rdingdan la? Zodi nimani ko'rgandiman?" devidi. Niyoz Sekinbek sal terikandek bo'ldi-yu, zo'rg'a kulimsiradi. Yad epaqsulcha.
shaharda puhra ko'pmi yo lashkar ko'pmi? Albatta puhra ko'p ekan begim. Puhralar ilm setim bilan mashg'ul ekan. Lashkarlar bo'lsa mashq maydonda mashq qilib yetibdi. Mashq qilib yetibdi? Ular nimani mashq qildi ekan? Anglasam, Yoqubbek oliylari Kucha, Oqsuv taraflarga lashkar chiqarg'udak. Shunga u puhra orasidan lashkar ilib, jang qoidalarini o'gitib, hozirlik qilib kerak. Otliqlarmi, piyodalarmi cho'mildak yamrab ketibdi. Lashkarlarning mashqovullari kimlar ekan? O'tib ketib, qizil soqolliq mashqovuldan bir nechini ko'rdim. Ular yalang'och bo'lib bilib, lashkarlarga miltiq etishni, nayzivozlikni o'gitib yetibdi. Qaramoqqa parg'onliklargami, biznikilargami o'xshaydi ekan. Xo'sh, mundaq desizlar. Niyoz Sekinbek piyolani qo'liga oldi. Sal jiddiylashib qolgan xazinchibekni choy o'tlashga taklif qildi. Orada qisqagina jimjitlik hukm surgandan keyin bu ishga bagning ko'z qarchuqlari qayta uchrashdi. Niyoz Sekinbek yana savol qo'yishga boshladi. Xo'sh, endi Yoqubbek oliylari to'g'risida kangtasha so'zlab bersizlar. Masalan, u sizlarni Qashqarga berib, qancha kundan keyin qabul qildi? Salomatligi, rangi-ro'yi, qo'ypayli qandaqroq turibdi? Chiroyi tutuqmi yoki uchuqmi? Peqir avatgan so'g'u salomni qo'llaridan o'zi oldimi yoki mahramlarga oldirdimi? Niyoz Sekinbek bir tog'or savol yog'dirib, uning sizmi qo'zi telib, tili bo'g'ziga tiqilib qilayotgan Temur xazinchibekni tamtirtib qo'ydi. Temur xazinchibek o'zining nihoyatda mohir, qoqvash bir so'roqchiga duch kelganligini his qildi. Hammani deymi yo birdan deymi? Hammani deydilar. Besh qo'lni tangli eg'izga tiqilib olmagandan keyin birdan deylar. Xo'sh begim. Yoqubbek janoblari Peqirni Qashqarga tushib 4-kuni Yenisar hokimbegi Komilxon To'ram, Marolbeshi hokimbegi Hekimxon To'ram avatgan xodimlar bilan qo'shib qabul qildi. Hamma hokimbeklarga o'xshash hadiya, o'xshash duoyi salom yo'lladi. To'xtab tursizlar. Komilxon To'ra va Hekimxon To'rlar avatgan ozliq tortiq biznikidan ko'pmikan yo ozmikan? Qullari ular avatgan tortiqni sanashga ojizlik qildi. Ta'mimcha ularningki o'zlarininkidan ozroq bo'lsa kerak. Xo'sh, u oliylarining kayfi qandaqroq turibdi? Kayfi cho'qkan. Chiroyichi, g'amkinmi yoki chiroyi kundak porlab turibdi? Bir kimga ochiqlanganini, qattiq chechilganini ko'rdingmi? Yo'qsa ko'midim. U oliylari shundoq salmoq, shundoq qoidalik ko'rindigan. Biroq kishiga ochiqlandigandek emas. Niyoz Sekinbek odati bo'yicha ko'tmak soqolini osta silab qo'ydi. Bu uning ruhiy holatida yangi davolg'ish bo'layotganligining alomati edi. Ho'shirbek bilan uchrasha oldingmi? Xazinchibek Niyoz Sekinbekning padini yo'tkab, texmu nozik yeriga qo'l so'zganligini tushundida darhol javob berdi. Topshiriqlari bo'yicha Ho'shir mahram bilan masjiddan chiqib o'tib ko'rishdim. O'zlari avatgan 100 tangini hech kimga tuydirmay qo'liga tekkizdim. U bir nima demadimi? Esim qursin, unutib ketgani tasqapdiman. U Yoqubbek oliylari Ezizbek Jallodni o'ltiribdi dedi. Nima? Ezizbek Jallodni o'ltirib etibdi dedilarmi? Ho'shir mahram shundoq dedi begim. Niyoz Sekinbek dastida o'rnidan turib ketdi. Barmoqlaridan qos chiqarg'ach, uy ichini bir qirqirib chiqqandan keyin o'ziga degandek dedi. Xo'sh, Ezizbek Jallodni o'ltirib etibdi-da. Shundoq begim, uni o'ltirib etibdi. U Temur xazinchibekka orqasini qilib turib, bir hoza xiyol surdi. Ondan beshini keyniga burab xazinchibekning ko'zlari ichiga tikildi va qayerda o'ltirib etibdi? Xotindan qaytib etib, Qashqarga 4 qunal qo'ygan. Ho'shirbek mahram bu o'limning sababini dappadimi? Dappadi. Xotinning xazinasini daftarga olgan chaqda ishdoshlarining ko'zini g'alati qilib, bir qancha 100 tangini cho'ntikiga solgan chig'i Yoqubbek oliylari ketib etib, buni bilib qoptidak. Buni Yoqubbek oliylari bilib qopdimi? Qani aysizlar, yana nimani bilib qopdi? Ho'shirbegim shuni dappadi. Boshqa tarafi Peqirga qorong'uliq begim.
Ezizbek jallatning o'ltirganini anglab, beshig'i bir qapoq sovuq suv to'kilgandek antikib ketgan Niyoz Hekimdek o'zini yo'qitib qo'yg'ili tas qildi. Sekratga tushgan bemordek pushildigan peti uy ichini perxundek oylanib chiqdi. Oliy farmonni kimning ijro qilganini bilaldimi? deb so'ravidi. Xazinchibek tuyuqsiz bir narsani yodiga olgandek oldirab javob berdi. Bildim. Mana Hushurbegim deb berdi. Odamni to'la taqozo qilmay, ildamroq aytmamdilar. Qulluq taqsir. Hushurbeg mahram xo'shlashib deb, oliylarning farmonini o'z qo'lim bilan ijro qildim. Niyoz Hekimbek, yo'q. Hokimbegim ortiqcha xavotirlanmasin degandek qilib edi. Niyoz Hekimbek hayajonlandi. Nimanidir demoqchi bo'lgandek maydisini ko'tirib, og'zini o'malladi-yu, o'zining kayfiyatidagi o'zgarishlardan hech nimani tushunolmay hang'iqib turgan Temur Xazinchibekka lop qilib qarab qo'ygandan keyin duoga qo'l ko'tarib, "Ey Parvardigora, o'zing hammaga shafqat qilg'uvchisan. Yomonlarni oramizdan ko'targuvchisan. Yoqubbek oliylarni dargohingda omon qilg'aysan. Amin." Temur Xazinchibekmi duoga qo'l ko'tardi. Biroq yaqin odamining o'lim xabarini anglab, un selib yig'lab ketar deb o'ylagan Niyoz Hekimbekning aksicha yaqin odamini o'ltirguchiga nusrat tilovatganligini zodila aqliga sig'dira olmadi. Chunki u Ezizbekning Niyoz Hekimbekni cho'ng biladiganligini, faqat Niyoz Hekimbekning yuzini qilibla o'zini qutuldirib qolganini asla unuta olmaydi. Ezizbek Qashqarga yo'lga chiqish oldida Niyoz Hekimbek bilan aka-inilarcha mungdishayotganini ko'rgan chog'ida u ularning oshnidorchiligiga, yaqinligiga chin ko'nglidan havas qilgan edi. Amdilikda u Ezizbek jallodni yomon odam qatorida tilga eliyotdi. Nima ishlar bo'lyotdi bu jahonda? O'ng ta'tirini belgilab bo'lmaydigan qanday qiziq odamlar bu? Kim kimga do'st, kim kimga dushman? O'y fikri yuzini bulut to'sqan oydek xiralashgan Temur Xazinchibek o'ziga shundoq deb savol qo'ydi-da, duoni "Alloh hamma sirni bilguchidir" degan oyat bilan oyoqlashtirdi. Temur Xazinchibek Yoqubbekning xususiy inoyatnomasini Niyoz Hekimbekka topshirdi. Nurg'un bosh oyog'i yo'q savollarga javob berdi. 14-bob Hokimbekning mehmini. Temur Xazinchibekning parcha-purat ma'lumotlari Niyoz Hekimbekning ko'nglini xiyli parakanda qilib qo'ydi. Rasketni qilganda Ezizbekning o'ldirilishi uning uchun biror poshsha yoki chivinning o'ldirganichilik kichik ish edi. Biroq Ezizbekdan iborat oshu poshsha yoki chivin o'z shaxsiyatiga, to'g'risi taqdiriga munosabatlik muhim bir maxfiyatni o'zi bilan birga elib ketgani uchunla bu o'lim ahamiyatlik va ulug' hisoblanadi. Bu Ezizbek bilan Yoqubbek yakanga tunji qitim kelgan chaqdili tanishgan edi. U chaqdagi yakan hokimiyati xuddi 3 putliq donqonga o'xshaydi. Isyanchi Xo'yzular yangi shaharni, Abdurahmon Hazrat Koni shaharni besib yotadi. Dal shu paytda kuchada bosh ko'tarib xonliq taxtiga o'ltirgan Rashidin xo'ja milodiya 1864-yili 8-oyning oxirlari Hamidin xo'ja boshchiligidagi kucha lashkarlarni yakanga avatib Abdurahmon Hazrat bilan tutishdi. Abdurahmon Hazrat yakanning yerimini egilib yotgan Xo'yzular bilan chiqisholmaydi. Xo'yzularmu Abdurahmon Hazratga beqinishni xohlamaydi. Sobiq Manju ishik og'isi Niyoz Hekimbek bu chaqda Abdurahmon Hazrat huzurida ishik og'iliq mansibida turadi. 3 taraf tirkishayotgan, bir-birini xo'rtayotgan bu tepilg'usiz fursatni g'animat bilgan Niyoz Hekimbek shu kunlarda Qashqarda kundan kunga kuchayayotgan Yoqubbekka qanot so'rab, uningga maxfiy ma'lumot avatdi. Shunda qilib Yoqubbek ozg'ini lashkar bilanla Yakan shahriga yurakli holda bostirib kiradi. Biroq Yoqubbekning omadi o'ngdan kelmadi. Shahar darvozasidan kirishiga Hamidin xo'janing qoqshatqush hujumiga duch keldi. Bir zarba bilanla xudini yo'qitib qo'ygan Pansat 100 beshilar lashkarlarni tashlab sepil ustidan ot sekirtib qochib ketishdi.
Yoqub Beyning peshonasi o'ngdan kelib, qiya ochiq turgan darvoza yo'chuqidan chiqib oldi-da, soy yo'liga qarab badar qochdi. Bu qashqashda jimi kelgulik nomdor Pansat Ezizbek Jallodga keldi. U xandak o'milab, qovuq o'zini urib baqqan bo'lsa-mu, lekin sepil ichida eg'ilg'i so'langan sakidek qomilib qoldi. U bir yildek to'yilgan uzun bir kechini go'r ichida timsiqlab yurgan och arvohdek. Qorong'u, tor ko'chalarda patqoqliq eriq o'stanglarda o'tkazdi. Farg'onada Sir daryo bo'ylaridagi qonliq janglarda begizdak o'tkir nayzilar. Yomg'irdak uchib turgan o'qlar orasida-mu qo'rqib boqmagan bu sarkarda shu tor qapazda tong otquchi titrab chiqdi. Xo'roz chillashqa, azon o'nglanishga boshladi. Kun chiqish tarafmu beli qo'rsqidek oqardi. O'lim elchisi uningga qadam yaqinlashishga boshladi. Chunki tong etib, Allohning yo'riq kuni boshlansala, u lashkarlarni kayniga selib, ko'cha chorlab yurgan Homidin xo'ja oldida monument deb oshkora bo'lib qoladi-da, udul dar oldiga so'rab beriladi. U yilondek sangilib turgan dar org'amchisini ko'z oldiga keltirgan seri jonning totliqligini shuncha his qilmoqda edi. Xandakda yotgan kim? O'likmi, sen yo tirikmi? Ezizbek Jallodning muzlab qolgan yuragi maydasiga gup qilib ishkini tapdi. G'o'ngildab turgan qo'liqi kimningdir ovozini angladi. U ingrayotgandek javob berdi. Men Qalandar. O'rnidan tura o'lmagan bo'lsang. Ezizbek yelini siladi. Topanchisimu, qilichimu, hatto o'tkining qo'nchidagi xanjarimu nalardadir tushib qolgan edi. Tushib qolmagan taqdirdami qo'llari hech narsaga qo'lashmaydi. U ilojsiz o'rnidan turib edi, savol qo'yuvchining baglarnikidek uzun to'ni, beliga bog'langan naqshli keng kamari. Kamarga esilgan o'qdani, porqira qurum o'tki ko'ziga chiliqdi. Savol so'rg'uchi uni boshdan oxiri ko'zitib chiqdi va Qalandarmish dexe. O'zingni Qalandar deganingni Yoqub Bey oliylari anglab qolsa, nima qismatga qolarsan kim tam? Devidi Ezizbek Jallod uyqudan uyg'ongandek esiga keldi. Eshik og'a oldida do'kkida tizlandi. Uning beshi ustida qilich tanglab turgan bu kishi endi G'olib xo'jalarning amrini tutayotgan Niyozbek edi. U Ezizbekka ortiqcha gap qilmadi. Uni nurg'un so'qmoqlardan, agri-bugri ko'chalardan aylantirib uyiga akeldi. Atsi kechkirishi bilan tangla shahar qovuqidan chiqarib Qashqarga yo'lga selib qo'ydi. Ular ana shundoq tanishdi. Oradan bir necha oy o'tib ketdi. Moralbeshidan iborat orqa sepi uzib tashlangan Homidin xo'ja Yoqub Bey bilan sulhiga kelib kuchog'i qaytdi. Shahar Yoqub Beyning qo'liga o'tdi. Yoqub Beyning xos yigitlariga bosh bo'lib kelgan Ezizbek yakanda birer haftacha turib qoldi. Ular qayta ko'rishdi. Balki bellashib, yili dashtini bo'ylab yangi manzilga ot soldi. Xotanga lashkar tartqanda Ezizbek Jallod Niyoz Hekimbekning shafqatiga o'z loyiqida javob qaytirib, Temur Xazinchi Bekni xuddi paxta ichida cho'q saqlagandek saqlab qoldi. Niyoz Hekimbekmi uning xazinadan qo'lga tushirgan necha yuz tangini so'qib olganini ko'rib turib, ko'rmasga soldi. Shuning bilan Yoqub Bekka soyidek agishib yuradigan bu botirning burniga to'ydirmay qarmoq o'tkazib oldi. Qarasining gumonxo'rligingni. Yoqub Bey Ezizbekning xiyonatiga sukut qilganingni, yoshirin aloqangni sizib qolgan bo'lsa, seni o'ltirmay, yenidagi Farg'onalikni o'ltirarmidi? Uning qo'li Xotanga yetmamdi? Durust. O'shirbek oldi bilan uning tilini, ondan keyin kallasini kesgan gap. Niyoz Hekimbek O'rdi behining behi shoxlari bilan o'ralgan chig'ir yo'lida bir tal pishmagan behini o'ynab ketib etib, oshularni o'yladi. Va o'z hukmiga rozi bo'lgandek pisingida kulib beshini lingshitib qo'ydi. Bog' manzarasi rivoyatlardagi jannatdek go'zal edi.
ikki arg'amchi bo'yi ko'tarilgan quyoshning oltin cho'lisi qoramtul o'rik yopirmoqlari orasidan sho'ng'ib o'tib, daraxt soyasidagi qo'yuq ko'katlar yuzida jilva qiladi. Tongni yangi naqsi bilan kutib olgan qushlar tongdan boshlab to'g'lashga boshlagan g'azilini texicha tugitilmagan edi. Qushlarning tunji naqsi bilan tang etilgan attir gullar yoqutdan yasalgandek tavlanadi. Eriqlardagi suvning shirildishi sabiy qizning kulkisidek xushnavo edi. Pak, suzuk shahar shabnami bilan yuyilgan go'zal tabiat, zumratdek suzuk ko'k osmon, turlik tuman qushlarning jonni yashartib yetadigan umumiy xuri qadamlarini eg'ir yo'tkab ketayotgan Niyoz Hekimbekka hech qanday zuq berolmaydi. Jonsiz mavjudotlarni jonlantirib yetadigan bu go'zallik namoyandalari uning jimi sezgisining teshidi edi. Tafakkurini temir tirnoqlari bilan mahkam qovun qilib olgan tugumas xiyol uni bu mo'jizotlardan bahra oldirmaydi. Niyoz Hekimbek daraxtlarning daldisida, yopirmoqlarning orasida turib, o'zini quruqtayotgan xos mahramlarga "Sagik turinglar" deganda qarab qo'ydi-da, o'z-o'ziga pichirlashga boshladi. Shunda qilib, Azizbek o'ldi. O'rdidagi ro'shan ko'z, o'tkir quloqmi etilib qoldi. Endi qanday qilish kerak? Yaqub Beyda va uning yanida yuz berayotgan o'zgarishlardan xabar topmay bo'lamdi. O'shirbek texi yosh, sadda. Uni saddalik qilib, ishni buzib qo'ymaydi deb huddi qilish mumkinmi? Yo'q. Begim. Tevish chiqarmayli yetib kelgan Yasovul beshining zaif ovozi tashqi dunyoni nazardan saqit qilib etgan Niyoz Hekimbekni xuddi sag'irsig'i begi sanjilgandek cho'chitibdi. U qoidani buzib, ijozatsizlik paydo bo'lgan bu adabsizni uchuqlab qo'ymoq uchun qo'lini ko'tardi-yu, niyatidan yenib, "Ha, nima gap?" deb zarda bilan so'radi. Yasovul beshi, "Bey janoblari, o'zlariga ma'lum qilmasam zodi bo'lmadi. Bir to'p darvish darvoza oldidan ketmay turyotdi. O'zlarini malol qilmay deb haydab boqdim, hayva qildim. Qancha qilsammi gap yeydigan, yo'liga ravon bo'ldigandek emas" deb javob berdi huduqib duduqlab turib. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Shunda Teqirning yakan diyoti olamdan o'tgan muborak padari Said Eshon G'ozi janoblari paydo bo'lib, bugun Ko'lbanga shundoq mehmonlar keludiki, ular Allohga eng yaqin, duoyi ijobat azizlardir, roziliqini va duosini oldigudek. Og'zinglarni eshitmanglar, og'inilar. O't udul kelib, bizning ochiq qalandarxonamizga tutishami? Alloh bizdek bequl bandisini hargiz makonsiz qo'ymaydi. Allah, Lachin otamga bu ofatdan bishorat bergachkila, u buzrukvorimiz bizni ofat og'zidan tortib olib, o'z jiniga tishlab tikan. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.